Qabrdagilar, o'lganlar tiriklarning gapini eshitadimi, eshitmaydimi? Bu borada ulamolar o'rtasida xilof bor. Bir guruh ulamolar innaka la tusmi'ul mauta, sen o'liklarga eshittiruvchi emassan bu Qur'onni, degan oyat karimadan kelib chiqib, o'liklar eshitmaydi degan gapni aytadi. Yana boshqa dalillarni ham aytishadi. Lekin Rasul akam alayhisolatu vasallam Badr g'azotida mushriklardan o'lganlarni quduqqa tashlashgandan keyin o'liklarini kelib Payg'ambar alayhisolatu vasallam fahal wajadtum ma wa'ada robbukum haqqo, Robbinglar sizlarga va'da qilgan o'sha azobni mana topdinglarmi endi deydilar. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu ey Allohning rasuli, ular bizni eshitishadimi deydilar. Shunda Rasulimiz alayhissalom ha, sizlardan ham ko'ra bular hozir yaxshi eshitadi deganlar. Bu va bunga o'xshagan dalillarni keltiradilar ulamolarimiz. Jumladan Rasulimiz alayhissalatu vassalom odatan qabristonga kirganda nima deb duo qilardilar? Salom berardilar. Assalomu alaykum dara qawmi mu'minin va inna inshaalloh bikum lahiqun. Nas'alulloha lana va lakum al-afiyah. Antum salafuna va nahnu lakum khalaf. Ey mu'minlar diyori ahli, ey qabriston ahli, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Inshaalloh biz ham sizlarga yetib kelamiz. Sizlar uchun ham, biz uchun ham Allohdan ofiyat so'raymiz. Sizlar bizni o'tmishimizsiz, biz sizlarning kelajagingizmiz dedilar. Agar mana shu gapni o'liklar, qabristondagilar eshitishi ehtimoli bo'lmasa, bu gapni aytishda nima ahamiyati bor? Demak, eshitadi ular, deydi ikkinchi guruh ulamolar. Lekin bu boradagi dalillarni chuqur o'rgangan fuqaholarimiz aytadilarki, o'liklarning tiriklarni eshitishi Allohning irodasiga bog'liq bo'ladi. O'liklar tiriklarni eshitadi degani bo'ldi, o'liklar dunyodagi hamma gapni kim nima desa hammasini eshitib bilib turadi degani ham emas. Yo'inki o'liklar nima bo'lsa ham hech narsani bilmaydi, eshitmaydi, yo'qib ketdi ular degani ham emas. Ular barzax degan shunday bir olamdaki, Alloh subhanahu va taolo o'sha olamga ularning qulog'ini, o'sha olamda ularning qulog'ini bu dunyoga qancha ochsa shuni eshitadi. Nimani ko'rsatsa shuni ko'radi. Nimani eshittirsa shuni eshitadi. Tamom. Qabringizga borib, siz borib ota-onangizga borib salom berasiz. Haqqiga duo qilasiz. Umidki Alloh eshittiradi. Lekin bo'ldi, eshitdi, hamma yo'q bo'ldi, bitdi. Aniq eshitdi deya olmaysiz. Inshaalloh Alloh eshittiradi. Nega? Allohning adolati shu. Siz tarahhum qilib bir mu'min birodaringiz, ota-onangizga salom aytyapsizmi sunnatga muvofiq deb? Alloh inshaalloh eshittiradi. Lekin ular o'ta tirik odamni singari hamma yo'qni bilib turadi, eshitib turadi degani ham emas. Hadisda kelgan, endi Rasul akam alayhisolatu vassalom aytganlar. Qabrga qo'yilgandan keyin odamlarning oyoq tovushlari tugashi bilan munkar nakir kiradi. O'sha hadisda ham qabrdagi odam ovoz eshitishiga bir ishora bor. Lekin aksiga dalolat qiluvchi dalillar ham bor. Ular o'lgan va hokazo masalan necha ming yillik o'lib ketgan odamlar bor. Shuning uchun eng yaxshi xulosa shuki, Alloh istagan kishisiga bu dunyoning gaplarini eshittiradi, amalini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadislarda aytganlar, sizlarni amallaringlar o'zingizlarni o'tgan yaqinlaringlarga ko'rsatiladi. Yaxshi bo'lsa xursand bo'lishadi. Aksincha bo'lsa nojon bo'lib duo qilishadiki, yo Rob, bizni hidoyat qilganingdek ularni ham hidoyat qilmadiguncha o'ldirmagin deyshadi. Bu hadis demak o'tganlarga tiriklarni ba'zi amallari ko'rsatilishi ham borligini anglatadi. Bu shunga o'xshaydiki, masalan biz bu dunyoda hozir g'aybni ko'ra olmaymiz-ku. Lekin Alloh pardani ko'tarsa ko'radi. Ba'zi valilar masalan qabrni ko'rgan. Alloh istagan paytda kashf qilib bizga g'ayb olamini ko'rsatgani kabi, ularga g'ayb olamidagilarga istagan paytda pardani ochib bu dunyoni ko'rsatadi.
bu dunyoni amalini ko'rsatadi, bu dunyodagi so'zni eshittiradi. Mana shu eng yaxshi va eng to'g'ri xulosa deb aytadi ko'pchilik ulamolarimiz. Vallohu a'lam. O'zi asli qabrlar unaqa saqlab qolinish kerak emas. Lekin taniqli ulamolar, buyuk zotlarni qabrlari saqlanib qoladi. Nima uchun? Mana oddiy odam vafot etgandan keyin uni ziyorat qilishga oshiqadigan odam aytyapmiz 2-3 ta avloddan keyin yo'q, bo'lmaydi. Lekin masalan Imom Buxoriyni eshitganki odam 1000 yildan keyin ham shu odamni ziyorat qilsam deydimi? Deydi. Unaqa odamning qabri saqlanadi. Ular bir jihatdan islomning, ilmning ramziga aylangani uchun ularning yodini saqlash ilmga, targ'ib, dinga bir tayanch bo'lishi mumkin. Ikkinchi jihatdan ularni ziyorat qiluvchilari ularni avlodidan keyin tugab qolmaydi. Ularning ziyoratchilari 3-4 ta avloddan keyin emas, mana 1000 yil, 200 yildan beri ham tugayotgani yo'q. O dunyoning qayer joylaridan odamlar Imom Buxoriyni ziyoratini qilaman deb keladi. Biz mana xorijga chiqqanimizda shayxlar bilan ko'rishdik, hamma Imom Buxoriyni birinchi tilga oladi, Imom Termiziy, Imom Moturudiyni. Va doim aytadiki, O'zbekistonga borgimiz keladi. Nima uchun? Shahar tomosha qilishga emas. Ulug'larni ziyorat qilgani borgimiz keladi. Ularni biz ilmidan foydalanyapmiz. Borib insoniy tuyg'u bu. Ularni o'sha xoklar oldiga borib duo qilib, ziyoratlarni qilib bir fayz topgimiz keladi deydi. Hamma ulamolarni bu suhbatida bu orzu bor. Xususan ba'zi bir olimlar kelib mana shu mashoyixlarning ziyoratidan o'zgacha bir o'zlarida baraka sezsa, borib aytadi. O'z-o'zidan demak ularni qabrlarini saqlash ham mantiqiy jihatdan, ham voqei jihatdan taqozoyi hol bo'ladi. Ammo oddiy odamlarga bu hojati yo'q. Ota-onaning qabrini qachon ziyorat qilish kerak? Ota-onaning qabrini ziyorat qilish borasida ulamolarimiz aytganlarki, ota-onaning qabrini iloji bo'lsa, har juma ziyorat qilsa yaxshi. Bizni onamizni otalari Habibulloh Hojizoda opadan har juma onasini ziyoratiga borardi. Keyin ko'rdik kitoblarda ziyorat odoblarida har juma ota-onani ziyoratini qilish yaxshi amal sanalgan ekan. Hatto shunday deyilgan ekanki, agar bir odam ota-onasiga oq bo'lib, ota-onasi undan norozi o'tib ketgan bo'lsa, Alloh asrasin. Endi uni qanday rozi qiladi desa, bitta umid bor. Shu har juma qabrini ziyorat qilib, tilovat qilib, duo qilib tursa, o'shanda ota-onasi undan rozi bo'lib ketib, ota-onaga oq bo'lganlik gunohi undan ko'tarilishi mumkin ekan. Ana shuning uchun qabr ziyoratini demak qilib turishimiz kerak o'zi. Faqatgina yilda bir marta xotira kunida, faqatgina aytaylik, faqat hayit arafa kunlari emas, yo'lingiz tushganda imkon qadar ziyorat qilib, haqlariga duo qilib o'tsangiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Endi bu kishi so'rayaptilarki, qabrga gul eksa bo'ladimi? Qabrga gul eksa, o'simlik eksa bo'ladi. Aynan shundoq qilgani yaxshi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomdan hadis bor. O'sha nabotot tasbih aytsa, qabrdagi kishiga rahmatga sabab bo'ladi. Gul pul ekishi, qabristonni pokiza tutish, bu bor. Lekin uni dahmazaga aylantirib, haligi binoga aylantirib, uni qancha marmarni isrof qilib, qancha pulni isrof qilish noto'g'ri. Abu Bakr roziyallohu anhu vafotlaridan oldin aytganlar. Meni yangi matoga emas, mana eski ridoyimga, eski kiyimimga kafan qiling, kafanlaylar. Chunki yangi matoga tiriklar ko'proq muhtoj. U tiriklarga ko'proq manfaat keltiradi. Menga o'lganimdan keyin eski mato ham bo'laveradi deganlar. U befoyda sarf. Dahmaza qilib, qancha nima qilishadi. Haligi marmar bir narsalar qurib tashlaydi, behuda narsa. Uni o'rniga ixchamgina belgi, tamom vassalom. Qolganini
Muhtojlarga bering, pulingiz oshib qolsa. O'sha baland parvoz marmarga sarflayotgan pulingizni olib sadaqai joriyaga sarflasangiz, biron joyga, bir kambag'alga bersangiz, o'tgan ota-onangizga shundan foyda bor. Tepasidagi u falon millionli marmardan bir tiyin foyda yo'q o'lgan odamga. Uni borib siz tomosha qilasiz, xolos. Siz tomosha qilasiz. O'likka hech qanaqa foydasi yo'q uni. Aksincha zarar bo'lishi mumkin yuk bo'lib. Ya'ni ularga nisbatan qilgan sarfingiz isrof bo'lgani uchun ular shundan norozi bo'lishi mumkin. Shu noto'g'ri sarf bo'ldi. Bitta savol menga kelgan ekan, o'sha savol ko'pchilikka manfaatli. Shuni e'lon qilib ayting debdi. Begobod tumaniga borgan edim deydi. Ota-onamni ziyorat qilgani borsam, qabristonga borib hayron qoldim. Onamga ham rahmim keldi deydi. Qabristonda hamma qabrga tosh qo'yib, rasm qo'yib yuborgan. Onasining ham rasmini qo'yaveradi, otasining ham rasmini qo'yaveradi. Kimga kerak shu? Gohida qabristonga kirsangiz qo'rqib ketasiz, o'liklar qarab turganga o'xshaydi. U shunaqa. Shar'an joizmi, shar'an nojoiz? Shar'an joizmi, shu nojoiz? Surat o'zi islomda unaqa ma'qullangan narsa emas, asli. Uni qabrga qo'yib qo'yish umuman mumkin emas. Qabr toshiga surat qo'yish mumkinmi desa, shar'an mumkin emas. Borib uyingizda tomosha qiling rasmini, nima qilasiz qabristonga qo'yib? Bir yilda bir marta ko'rasiz u rasmni. To'g'rimi? Nima keragi bor? Ayniqsa ayollaringizni masalan, o'zingizga tegishli ayollarning suratini qabriga qo'yib nima mazmun bor? Bu nihoyatda yomon bid'at mana shu. Buni yo'q qilish kerak. Hech qachon qabristonga surat qo'yilmaydi. Qabrga tosh qo'yish masalasi o'zi ancha muammoli masala. Illa ulamolarga istisno qilingan. Taniqli ulamolarga, yetakchi odamlarga istisno qilingan shaxs uchun emas u. U ilmi uchun, makonati uchun va hokazo. Lekin ulardan boshqalarning qabrlari imkon qadar tezroq yo'q bo'lib ketgani yaxshi. Endi qabrni egallab olib, o'shanga avlodlarimiz qo'yamiz deb qasd qilishadi. Qabrni egallab olish ham o'zi yaxshi emas. Yer Allohniki. Uni o'rniga buni qo'ysa bo'ladi asli. Mabodo qabrni ehtiyot qilmoqchi bo'lsa ham o'zini masalan otasini, onasini qabrini borganda yo'qotib qo'ymasligi uchun, keyin ba'zi bir holatlarda istab topishga qiynalmasligi uchun belgi qo'ysin, tamom va salom. Belgi qo'yib qo'ysin, mayli, bitta yozuv haligi ismini yozib bir temirdami, toshdami ismini yozib qo'yib qo'yadimi, raqam qo'yib qo'yadimi? Odamlar bosmasin desa, sal atrofini ihota qilib qo'ysa bo'ladi. Masalan, it va hokazo bosmasin desa, atrofini sal ihota qilib qo'ysa, masalan, mumkindir. Shunchalikgacha. Lekin marmar tosh qo'yib, uni ustiga rasmini qo'yib, bu shar'an nojoiz. Rasul akam alayhisolatu vassalom aytganlar: qabrning ustiga o'tirgandan ko'ra cho'xga o'tirib soning kuyganing yaxshi. Yana aytganlarki, o'liklar tiriklardan nimadan ozor topsa, ular ham ozor topadi. Siz yotsangiz, betingizga, yuzingizga birov chiqsa xursand bo'lasizmi? Yo'q. Shuning uchun qabrlar haligi oyoq osti qilinmaydi, ehtirom qilinadi. Ammo ehtirom qilinadi degani ulardan haykal yasaladi degani emas u. Suratni qo'yish umuman joiz emas. Belgi qiladigan darajada qabrni belgilab qo'yadigan darajada bir ma'lum bir vositalar, hamma joyda sharoit har xil. Shuni qo'llasangiz yetadi. Undan keyin masalan siz otangizni yaxshi ko'rib, hurmat qilib, shunaqa ehtiyot qilasiz. Bolangiz otangizni ziyorat qilar, bobom deb. Undan keyingilar umuman ishi bo'lmaydi.
Mana o'zingizdan qiyos. Nechta opa-onangizni ziyoratini qilasiz hozir qabrga borib? Bo'lsa ota-onangizga borasiz, bo'lsa undan keyin bitta avlod opa-dada buviga borasiz. Undan keyin boshqa hech kimnikiga bormaysiz. To'g'rimi? Nima keragi bor u 100 yillik bobolarni qabrini ushib o'tirib? Unaqada butun yer yuzi ham yo'q qabriston bo'lib ketadi-yu. Bo'ldi, oxiratdan Alloh obod qilsin. Tamom. Siz borib ziyorat qiladigan odamlar uchun saqlanib tursa bo'ldi. Sizdan keyin ziyorat qilmaydigan odamlarga ulargacha saqlanib turilishi shart emas o'zi belgi bo'lib. Belgiligi nimaga kerak? O'sha ziyorat qiluvchilar uchun yo'qotmaslik uchun kerak. Endi ziyoratchilar kelmaydigan yillar o'tgandan keyin hech ham kerak emas. Shuning uchun qabrlar masalasida biz mana shunday shariatga muvofiq to'g'ri yo'lni tutishimiz kerak. Surat qo'yish hech ham bo'lmaydi. Ayniqsa, masalan, siz o'zingizga qarashli ayollarni bir demak ehtiyotini qilishingiz kerak. Qabristonga har xil odam kiradi. Qaydan bilasiz kim qanaqa hayolda kiradi? To'g'rimi? Ularning suratini ehtiyot qilish kerak. Ehtirom. U suratini qo'yib qo'yish ularga nisbatan hurmat emas, ularga nisbatan u tahqirlov. Ularga nisbatan behurmatlik bu. Siz ularning suratiga hamma sizga o'xshab hurmat bilan qaramaydi. Siz qalbingizda qolsin surati. Uyingizga olib qo'ying suratini. Bo'ldi, bir yilda bir marta qabristonga kelsangiz, shu yerda suratini ko'rmay ketsangiz bo'laveradi. Olib tashlasa bo'ladi, qo'yilganini olib tashlasa bo'ladi emas, olib tashlash kerak. Olib tashlash kerak.